Present simple tense. Bu nima? Present simple tense bu odatiy va har kun bo'ladigan ishlarni ifodalovchi zamon. Keling buni tarjima qilib olamiz. Present bu hozir, simple bu oddiy, tense bu zamon, hozirgi oddiy zamon. O'zingiz eslang, siz har kun biror bir ish qilasiz. Masalan, I go to school. I go to school every day. Men har kun maktabga boraman. Siz har kuni borasiz, kecha ham borgandingiz, ertaga ham borasiz, bugun ham bordingiz. Shuni aytmoqchi bo'lsangiz, siz present simple tense dan foydalanasiz. Yana bitta misol. She likes books. U kitoblarni yaxshi ko'radi. U kitoblarni kecha ham yaxshi ko'rardi, bugun ham yaxshi ko'radi va Xudo xohlasa, ertaga ham kitoblarni yaxshi ko'radi. Bu oddiy odatlar present simple bilan aytiladi, chunki bu ishlar har doim bo'ladi. Hech qanday dramatik voqea yo'q. Oddiy, lekin muhim. Endi tuzilishini ko'raylik. Tuzilishi juda oddiy. Formulasi subject. Subject degani bu ega plus verb bu fe'l, ish harakatini bildiradigan so'z deylik va bu formulaning o'zi. Ha, bu yerda faqat ega va verb qatnashadi. Всё. Va bu I, we, you, they pronounlar bilan ishlatiladi. Nega deysizmi? Hozir ko'rib chiqamiz. Keling bitta-bitta gap tuzib chiqamiz. Masalan, I work. Men ishlayman. They play football. Ular futbol o'ynashadi. Lekin he, she, it bilan fe'lga s qo'shiladi. Keling buni ham formulasini shu yerga yozib olamiz. S qo'shilgani sababli bu yerda faqat kichkina o'zgarish bo'ladi. Subject plus verb va fe'lga s yoki es qo'shimchasi. Hozir sizga bitta misol ko'rsataman. Mana she likes playing tennis. She likes. Mana subjectimiz bu yerda she, u qiz bolaga nisbatan, verb bu yerda likes, ya'ni like va biz formuladagi mana bu s'ni yoniga qo'shdik. Shu bilan she likes. Endi bu gapning davomi bu yerda nima desam, objectmi, shunaqa narsalar yozilgan. Bu object gapni to'ldiradigan bo'lak va bu yerda she likes playing tennis. Va bu to'g'ri. Agar siz bu yerda s harfini tushirib qoldiradigan bo'lsangiz, bu xato bo'ladi. Endi men maktabga bormayman yoki kofe ichmayman demoqchi bo'lsangiz, buni qanday aytamiz? Ya'ni inkor shaklini ko'rib chiqamiz. Endi inkor gaplar, ya'ni yana ham oddiyroq. Masalan, biz bunda bizga do yoki does yordamchi fe'llar keladi va bularni hozir quyidagicha ishlatamiz. Formulasi endi bu masalan subject ni s bilan belgilayman va bunga qo'shimcha tarzda do, does bu pronounga qarab va do not, does not adashtirib olmang va keyin fe'l. Endi keling so'zlarni tuzib chiqamiz. Egasi he, keling buni aytib o'taman. He, she, it uchun
har doim does ishlatiladi. Qolgani uchun do. Bu faqat he sheet emas, masalan, ism bo'lishi mumkin, masalan, Jasmina. Bu nima? Bu she ku baribir. Ism bo'lgan sabab yoki Jamshid. Bu farqi yo'q. Lekin I, we, you they uchun do ishlaydi. Endi keling gap tuzamiz. He don't play football every day. U har kuni futbol o'ynamaydi. Mana bu so'z bizda o'ynamaydi. Bu o'ynaydi, bu maydi qo'shimchasini qo'shyapti. U har kuni futbol o'ynamaydi degan ma'no kelib chiqyapti. Keling, bu tarafga ham bitta gap tuzamiz. Uzr do'stlar. Shu yerda salgina xato qildim. He doesn't play bo'ladi. I desa don't play. Play emas. He don't read books every day. U har kuni kitob o'qimaydi. Bu yerda egamiz, mana ega va don't bu qo'shimcha fe'l va bu asosiy fe'l. Mana bunda ham asosiy fe'l bu edi va bu to'ldiruvchi. Mana bu yerda kitob, bu yerda futbol va yo'q ma'nosini shu doesn't va don't so'zlari beryapti. Bitta narsa esdan chiqarmang. Bu yerda asosiy fe'lning yoniga s qo'shimchasini qo'shsangiz, masalan, he doesn't plays bo'lsa bu xato bo'ladi, chunki bu s ni mana bu bizning qo'shimcha fe'limiz o'ziga olgan bo'ladi. Mana aytgandimki es yoki s qo'shiladi, mana es qo'shimchasi. Mana bunda do ni o'zi bunda does bo'lib turibdi-da, shuning uchun bu yerda s bo'lmaydi. Fe'lning o'zi bo'ladi play. He doesn't play football every day bo'ladi. Keling endi so'roq shaklini ko'rib chiqamiz. So'roq shakli qanday yasaladi? Savol bermoqchimisiz? Unda sizga yana do bilan does qo'shimcha fe'llari yordamga keladi. Qanday deysizmi? Bu juda sodda. Siz egadan oldinga do va does qo'shimcha fe'llarini o'tchisangiz bo'ldi. Mana masalan, bu yo'q bo'lsa, bu qanday bo'ladi? Bu o'zini oddiy affirmativ shakli. Va biz bu narsani o'rtasiga qo'yib oxiriga not qo'shsak, bu inkor bo'ladi. Agar shu narsa oldinga chiqsa, faqat not siz do does'ning o'zi bu so'roq shakli bo'ladi. Boya aytganimdek, bu he she uchun, bu I, you, we, they pronounlar uchun. Keling endi gap tuzamiz. Do you like reading books deya qolamiz. Sen kitob o'qishni yoqtirasanmi? Sen kitob o'qishni yoqtirasanmi? Sanmi degan ma'noni qo'shimchani mana shu do beryapti. Endi keling does uchun yana bitta misol ko'rib chiqamiz. Does she like watching TV? U qiz bolaga nisbatan televizor ko'rishni yaxshi ko'radimi? Mana shu ko'radimi does bo'lib kelyapti-da. Does qo'shimcha fe'li shu ma'noni beryapti. Keling endi present simple darsini ishlatish holatlarini ko'rib chiqamiz. Present simple ishlatiladiki, qachonki siz faktlar haqida gapirganingizda. Masalan, yer quyosh atrofida aylanadi. Bu fakt. Buni hech kim noto'g'ri deb bilmaydi, chunki bu millionlab yillardan beri qaytarilib kelayotgan narsa va rutinalar
Rutinalar bu siz kundalikda qiladigan ishlar. Masalan, men har kun maktabga boraman yoki men har kuni tishimni yuvaman yoki men har kun ertalab kofe ichaman demoqchi bo'lsangiz, siz present simple ni ishlatasiz. Masalan, bitta misol, I brush my teeth every day. Bu degani men har kuni tishimni yuvaman. Bu rutina. Bu uzluksiz, bir kun, 2 kun exception bo'lishi mumkin, lekin bu mana bunday holatda bo'lib kelyapti mana masalan har kuni. Buzmasdan. Va bitta exception holat bor. Siz present simple ni hozirgi zamonda ham ishlatib berasiz. Bu qanday bo'ladi? Masalan, I eat a cupcake right now. I eat a cupcake degan so'zni o'zi men cupcake yeyman degan. Agar siz bunga right now mana bu key wordini qo'shsangiz, bu men hozir cupcake yeyman. Bu siz yeyotganingiz yo'q, siz yemoqchisiz va bu hozir sodir bo'lmoqchi. Shunday holatlarda siz present simple ni hozirgi zamonda ishlatishingiz mumkin. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va obuna bo'ling. Kommentariyada esa bitta present simple gap yozib qoldiring. Tekshiraman. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.